O'g'il bola chaqaloq bo'lsa, bulbulcha bilan o'ynagan holatlar ham ko'p uchragan. Chaqaloqlar bor uyda hayvonlarga o'rin yo'q. Hayvonlar yaxshi, lekin bolangiz ulardan yaxshiroq. Eng katta xavf bu toksoplazmoz. Siz bu haqida bilmasligingiz mumkin, lekin farzandingiz uchun bu xatar manbai. Bu kasallik asosan mushuklar orqali yuqadi va u chaqaloqqa yuqsa, ko'z va miyaga ta'sir qiladi. Immuniteti past bo'lgan bolada bu og'ir kasalliklarga va rivojlanishdan ortda qolishga olib keladi. Agar homilador ayolga yuqsa, tug'ma nuqsonlarga olib kelishi mumkin. Eng qizig'i, bu kasallik kattalarda hech qanaqa simptom bermaydi. Immuniteti rivojlanmagan chaqaloqlarda esa og'ir asoratlar beradi. Ayniqsa mushuklar chaqaloqlar uchun yuqori xavf hisoblanadi. Mushuklar yungiga chaqaloqlarda allergiya ko'p uchraydi. Mushuklar chaqaloq ustiga yotib olishi mumkin va o'g'il bola chaqaloq bo'lsa, bulbulcha bilan o'ynagan holatlar ham ko'p uchragan. Mushuklar ham, itlar ham topiladi, lekin bolangizning sog'ligi bir umrga berilgan ne'mat.